Kurashlarimizni Surxondaryo Oltinsoy tumanidan Norquvvat polvon umri uzoq bo'lsin, rizqi butun bo'lsin. Kurashlarimizni bir chiroyli qilyapti. Shaniga bir chiroyli qarsak. Mana chap tomonimda Abduzohid polvon. O'zlaringga ma'lum, Surxondaryoni bir kurashlarini chiroyli qilgan. Qolaversa, bir necha yillardan beri kurashni bir chiroyli xalqqa manzur qiladigan yigitlardan bittasi. Xudo umrini uzoq qilsin. Ozroq tanaffus bo'ldi. Mana yana maydonga qaytdi. Haqqiga duo qo'yasizlar. Bitta chiroyli olqish. Kurashlar, senlar kurashlar. Tuya polvonlar kurashsin. Jamshidga Jamshid. Ana Zohid.